Agar sen uxlagan joyingda pul topishni yo'lga qo'ya olmasang, o'lguncha pul uchun ishlaysan. O'rtoqlar, uxlab pul topaman degan proyekt. E'tibor beringlar. Bu yerda yonida mana bu yerda mehmonxona joylashgan. Ya'ni men hozir mana buni bosaman, mana mehmonxona qismi yonida. Va buni yonida yashash uchun mo'ljallangan kvartiralar. Buni eng yuqori qavatida mana penthouse bor. Ko'ryapsizlar-a? Sveti yondi. Mana o'chiraman. Mana shu penthouse ning narxi 28 million dollar. Mana bu pastdagi villalar esa 35 million dollardan. Agar siz bu yerda xonadon xarid qilsangiz, ana shunaqa insonlarga qo'shni bo'lasiz va siz aynan mana shu xonadoningizni ijaraga berib daromad qilishingiz mumkin, chunki bu yerda talab juda ham yuqori va eng qizig'i aynan mana shu tashvishlarning hammasini ushbu mehmonxona xizmatchilari amalga oshirishadi va siz umuman bosh qotirmasdan faqat pul oqimini nazorat qilasiz va daromadni sanaysiz. Hozirroq murojaat qiling, ushbu proyektda uy xarid qilish bo'yicha sizga to'liq batafsil ma'lumot beramiz.